Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Biz bu obyektga shit rekonstruksiyasi uchun, ya'ni shit ta'mirlanishi uchun chaqirilganmiz. Bu yerda shit kelgan holatimizda shunaqa ko'rinishda bo'lgan va bu yerda mana ikkita etajli shit ekan. Shit holati mana shundoq. Zashtalar yo'q. Singan ahvoli mana shundoq holatda. Inshaalloh hozir bu shitga ozgina e'tibor beramiz. Mana biz shitimizni rekonstruksiyasini yakunladik. Bu yerda aytilgani kabi relay напряжение, bu освещение uchun relay напряжение, bu apparatimiz rubelniy hisoblanadi. Ya'niki relay напряжение ish ko'rsatadigan holatida yoki напряжение belgilangandan tushib ketgan holatda ham xonadonda освещение o'chib qolmaydi, tok yonib turishligiga yordam beradi. Bu apparatlarimiz DEF hisoblanadi, ya'niki ham zashta ham tashqi nol yoki fazalarni qo'shilib qolishligidan, ya'ni kishilarni tok urishligidan himoya qilib beradi. Marhamat ko'ramiz. Kim shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz pastdagi telefonga